inshaalloh tamom bo'lsa agar mana shu odamlar bilan uchrashib, shularning fikrini ham eshitib, joy-joyiga qo'yishga, kimki bo'lmasin, joy-joyiga qo'yib, talablaringizni bajarishga men iltijo qilib, iltimos qilib va'da beraman. Vaqt soat beringlar agar ishonsangiz. Yana bir yil kerak, 1,5 yil kerak. Hammasi musulmonlarning talabi albatta bajo bo'ladi deb sizlarni ishontirib beraman. Bu darvozasi bo'lsa ham janub tomonga. Bu darvoza bo'lsa ham birinchi navbatda Afg'oniston, Pokiston, Iron, Turkiston, Turkiya bilan do'st bo'lib, ular bilan ko'mak, ulardan olib, yordam olib, bitta bir musulmon davlat tuzsak yaxshi bo'lmasmidi? Shu nuqtai nazardan ish boryapti. Shu nuqtai nazardan men yaqinda Turkiyaga boryapman 16 mana shu dekabr oyida. Undan keyin Pokiston yaqinda kelib katta vazir iltimos qildi. Iltimos qilyapti O'zbekistonga vakili borsin deb, rahbari borsin deb. Mana undan keyin Ironni janob viloyati degan tashqi ishlar ministri keldi. Keling, O'zbekiston bilan do'st bo'laylik deb. Mana yanvar oyida agar sizlarning ruxsatingiz bilan agar mana olib tashlamasangiz, agar ki mana aytadi kameramga bolta urmasangiz agar nasib qilsa mana yanvar oyida 3 ta musulmon mamlakatga bormoqchiman. Shular bilan birgalashib O'zbekistonni himoya qilish, musulmonlarni himoya qilish va O'zbekiston emas, butun O'rta Osiyoda yashayotgan musulmonlar, O'rta Osiyo musulmonlarini birlashtirishga harakat qilaman. Men kecha musulmon ahli bilan din peshvolari bilan uchrashganda aytdim. Qasam ichayotganda oldimga Qur'onning qattarini oldimga qo'yaman. Qo'limni shunday qo'yib, men musulmonman, qasam ichaman deb hammani oldida agar prezident bo'lsam qasam ichaman. Qur'onni Ey musulmonlar, ey mu'minlar, aldanmanglar. Allohning ismidan boshqa narsa bilan, hatto Qur'on bilan qasam ichish shirk amallaridandir. Va bu da'vogar har qancha urinib, men musulmonlardanman degani bilan Parvardigorimiz yorqin bayon qilyapti. Agarda u Qur'onni ochib o'qiganda bilar edi. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirdirlar va fosiqdirlar, zolimdirlar. Toshkentda kerak bo'lsa, Ashxobodda men gaplashdim 5 ta. O'rta Osiyo respublikalari rahbarlari bilan. Yaqinda uchrashamiz. O'zimizni aytaylik, O'rta Osiyo musulmonchilik tili bilan gaplashib, o'z musulmon mana shu 5 ta mamlakatni himoya qilishga musulmon davlatlarni himoya qilishga harakat qilaman. Nima demoqchiman? Bu davlatni
nazdida eng yomon jonzotlar kofir bo'lgan kimsalardir. Chunki ular iymonsizdirlar. Ularning orasida siz bilan ahdlashib, so'ngra Allohdan qo'rqmasdan har safar o'z ahdi paymonlarini buzaveradigan kimsalar bordir. Bas, agar ularni jang maydonida topsangiz, ularni halok qilish bilan ortilardagi kimsalarni qo'rqitib qo'ying, shoyat eslatma olsalar. Mana bu birodarlarimizni nasha o'q dori tuhmatlari bilan 5 yildan 20 yilgacha va hatto o'lim jazosiga hukm etdilar. Aslida ularning ayblari islom dinini oliy qilaman deb qilgan harakatlari va Robbim Alloh deganlaridir. شجاعة